Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizni podдержка qilib kelayotganlaringiz uchun hammalaringizga katta rahmat. Kommentariyalarda shunday yozib qolishadi ba'zida, aka undan ko'ra kung fu tashlab MMA UFC bilan shug'ullaning degan takliflar bo'ldi. Lekin MMA UFC uning tarixi bir necha 10 yillikka cho'zilsa, kung fu tarixi 2000 yilga borib taqaladi. Ya'ni bu sistema 2000 yildan beri tirikmi? Demak, u amaliyotda ish beradigan sistema hisoblanadi. Xo'p, Wing Chun qanday paydo bo'lib qoldi deyishimiz mumkin. Kung fu, Wing Chun. Wing Chun bu kung funing bitta shoxi hisoblanadi. Ya'ni 16-18-asrlar oralig'ida paydo bo'lgan sistema Wing Chun hisoblanadi. Ya'ni Wing Chunga asos solgan Nigmei rohiba ayol hisoblanadi. Ya'ni bu o'sha Xitoyga manjurlar bostirib kirgan paytda Shaolin monastirlarida rohiblar yig'ilib, milliy ozodlik kurashi uchun rohiblarni tayyorlashni boshlashadi. Har xil rohiblar har xil provinsiyalardan kelib, o'zlarining eng zo'r usullarini o'rgatishadi va eng zo'r usul 5 ta rohibda shakllanadi. Ya'ni eng zo'r 5 ta rohib o'sha monastirda bo'ladi va shuning uchun ham Wing Chunning belgisi 5 yaproq hisoblanadi. Manjurlar bosqinidan keyin 5 ta rohib monastirdan qochib ulgiydi, lekin ularni 4 tasini tutib qatl etishadi, lekin bittasi, ya'ni Nigmei tirik qoladi. Aynan shu Nigmeidan Wing Chunning shajarasi boshlanadi o'rtoqlar.